Vartulu Saadettin og'angiz maydonga qaytyapti. Yamash, ahmoq bo'lma. Loyiq bo'lganga loyiq jazoni berasan. O'yin qoidasiga ko'ra o'ynashni bas qil endi. Hech qanday qoida yo'q bu shafqatsiz hayotda. Hammasi mumkin. Hammasi mumkin. Ular seni hayotingni barbod qilishdimi? Sen ham ularni hayotini barbod qilasan. Ular seni otishdimi? Sen 2 marta otasan. Chunki ular shafqatsizlar. Senga bir gap aytaymi? Hayotingni xatosini qilding. Chunki shunday bo'lgan payt o'sha tarbiyali, yaxshi bola Salih bolaligidagi yashiringan g'origa qaytyapti. Uning o'rniga Vartulu Saadettin chiqyapti. Vartulu Saadettinning ko'zi qondan, qasosdan boshqa hech narsani ko'rmayapti. Xato qilding.